Yozuvchimiz shoira Zikrullayeva, Sirdaryo viloyati. Assalomu alaykum. Shoira ekran orqali mumkin. 8-raqam. Xo'jayini kelgan. Diqqat qiling, 2 daqiqa. So'g'diga ko'ra kim haqida kofir, darbadar, uning uchun hech qanday muqaddas narsa yo'q degan gaplar yurardi. Ano nimada? Spitda ma'lummi? G'iybat qilishadi-yu. So'g'diyona romani. Savolni qaytarib berasizmi? So'g'diyona romanida kim haqida kofir, darbadar, uning uchun hech qanday muqaddas narsa yo'q degan gaplar yurardi. Drakil. Noto'g'ri. Oxirat uyqusi romaniga ko'ra azaldan to'ylarda urf bo'lgan oltin qovoq nima? Oltin. Savolni yana bir qaytaring. Oxirat uyqusi romaniga ko'ra azaldan to'ylarda urf bo'lgan oltin qovoq nima? Oltin qovoq, musobaqalarda, o'q otish musobaqalaridagi nishon. To'g'ri. Ortga yo'l romanida issiqxonalarda qisirgulday qisqa muddat gaplashadi-yu, borib topinishdan boshqasiga yaramaydigan itoatgo'y bo'lib qolishadi deganda kimlar haqida gap borgan? Yana bir qaytaring. Ortga yo'l romanida issiqxonalarda qisirgulday qisqa muddat gullashadi-yu, borib topinishdan boshqasiga yaramaydigan itoatgo'y bo'lib qolishadi deganda kimlar haqida gap borgan? Askarlar. Noto'g'ri. Umrining oxirgi yillarini Aleppo va Damashqda hukmdor Sayf-ud-Davla hurmati va e'zozi ostida o'tkazgan ijodkor kim? Beruniymi? Farobiy. To'g'ri. Tilimizda ko'z bilan quloq orasini ifodalagan bu so'z Mahmud Qoshg'ariyda tulun deb aytilgan. Qaysi so'z? Mahmud Qoshg'ariyda tulum. Tulun deb aytilgan. Mana o'zi. Ko'z bilan quloq orasi. Qarich. Yo'q. Noto'g'ri. Sizda 40 ball bor. Voy. Rahmat. Mana o'zi. Nima?